Yurtimizda tadbirkorlarga zarur shart-sharoitlar yaratish, ularning qonuniy huquqlari va manfaatlarini himoya qilish, kichik va xususiy tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Hududlarda tashkil etilayotgan sayyor uchrashuvlarda ham ishbilarmonlarning mavjud muammolari va ularni hal etishga e'tibor qaratilmoqda. Endigi lavhalar ana shunday uchrashuvlar tafsilotidan tayyorlangan. Albatta, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, mavjud muammolarga yechim topish har bir mutasaddining e'tiborida. Navoiy viloyati soliq boshqarmasi rahbariyati tomonidan Navbahor tumanida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlarining muammolarini o'rganish maqsadida o'tkazilgan ochiq muloqot ham ana shu jihatlarga qaratildi. Uchrashuvda tadbirkorlik subyektlari qo'shimcha qiymat solig'i to'lovidan hosil bo'lgan ortiqcha summani qaytarish, noto'g'ri kirim qilingan nazorat kassa texnikasi chekini tahrirlash, ish faoliyatini kengaytirish uchun kredit ajratishda amaliy yordam ko'rsatish, hisobotlarni taqdim etish muddatining buzilganligi sababli qo'llanilgan ma'muriy jarimani qayta ko'rib chiqish kabi murojaatlar o'rganildi. Oilaviy korxona rahbariman. Majburiy ijro byurolaridan muammolarim bor edi. Men o'tkazgan pullarimni ham u yoqqa bu yoq sarsongarchilik bo'layotgan edi. Hozir bu yerga kelganimdan keyin to'liq boshlig'iga kirdim, muammolarimni aytganimdan keyin shu yerda yuzda menga hamma muammomni hal qilib berishdilar. Ochiq muloqotda viloyat soliq boshqarmasining tegishli bo'lim boshliqlari hamda masalalarga aloqador mas'ul tashkilotlar xodimlari ishtirokida har bir murojaat qonuniy tahlil etilib, ularning yechimi bo'yicha aniq muddatlar belgilandi. Paxta terim kombaynini olganmiz, ikkita shu bo'yicha NDSlarni qaytarish bo'yicha ariza bergandik. O'shaning bir qismi 300 million qaytarib berilgan edi. Bitta ikkita uskunalarimiz Samarqand viloyatda turgani uchun ular xat qilib berdi. Ular o'rganib chiqildi. Soliq boshlig'iga uchrashdik. Ular bizani muammolarimizni o'rganib ko'rdilar va ariza topshirganmiz. Nasib bo'lsa, shu arizalarimizni ijobiy hal qilishga va'da berdilar.